Kayfiyatlar zo'rmi? Zora necha foiz mana kayfiyatingiz? 100%. Shu bunchalar zo'rsan ko'rsatuv sizni kayfiyatingizga yaxshi kayfiyat qo'shadimi? Ha, ayniqsa Instagramda qisqa videolar juda ham nima deydi, odam kayfiyatini zo'r ko'tarib beradi. O, yaxshi, rahmat, xursandmiz. Qaysi savolni ko'proq aytishimizni siz xohlagan bo'lardingiz? Talabalarni qiziqishidan kelib chiqqan holda savollar berish kerak deb o'ylayman. Masalan, universitet talabalari ko'proq nimalarga qiziqyapti bugungi kunda? Siz nimaga qiziqasiz? Ko'proq o'zimizni maqsadimiz yo'lidagi narsalarga qiziqamiz. Masalan, shu kitob o'qish deysizmi yoki bugungi kunda shu ommalashayotgan videoroliklar olish, uni ommalashtirish, Faol bo'lish, to'g'rimi? faol bo'lish. Mana har tomonlama. ayni paytda qaysi kitobni mutolaa qilyapsiz? Bir olima qiz bor edi asarini. Eng zo'r asar siz uchun. Ikki eshik orasi. Kim yozgan? O'tkir Hoshimov. Zo'r. Bosh qahramonlar? Kimsan, Robiya, Munavvar, Muzaffar va boshqalar. U juda ham katta asar va qahramonlar ham shunga erishib ko'p. Mana kitob o'qiganingizda o'zingizni qanday his qilasiz va kitob sizga ko'p nimalar berdi mana? Asosan nutq o'stirish uchun juda ham foydali. Aynan men nutqim o'sishida va ravon bo'lishida, ko'pchilikni o'ziga qarata olishda kitob menga juda ham asqotgan va aynan to'g'ri kayfiyatim doim 100% bo'ladi dedim. Agar mabodo kimdandir xafa bo'lsam ham 10 bet kitob o'qisam o'ziga kelib qoladi. Yaxshi, zo'r. 30 soniya vaqt qo'yamiz. Mikrofon sizga beraman. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni ta'riflashingiz kerak bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Rosti, mana sizga mikrofon to'xtatamiz. Vaqt qo'yib olamiz. 1 2 3 boshladik. Ushbu ko'rsatuv talabalarni juda ham qiziqtiradigan ko'rsatuv hisoblanadi va barchangizga bu ko'rsatuvni doimiy ravishda tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Bu ko'rsatuvda qiziq mavzular har doim bo'lgan va nafaqat talabalarni, balki 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlarni ham doimo jalb qilib kelgan. Ushbu ko'rsatuvni kelgusi faoliyatida omad tilab qolamiz. Gapiring, vaqtingiz bor hali. Va yana shuni aytardim-ki, bizning universitetimizga ham ko'plab tashrif buyurib turing, chunki bu ko'rsatuvga qiziquvchi talabalar ham, professor, ustozlar ham bizda yetarligini, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lishingizni so'raymiz. Zo'r. Qisqa, lo'nda, aniq, tiniq ma'lumot bo'ldi. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvga. Endi esa birgalikda nima deyishni bilasiz? 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.